Mashinalarning supportidan qanaqa ovozlar chiqishini bilarmidingiz? Unday bo'lsa, sizlarga ish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Qani ketdik. Sayoz yanvarlarda politsiyachilar kutganda shunaqa ovoz chiqadi. Bu ovozni yo'qotish uchun supportning 10 torli boltini past qismini yechib olamiz. Teva qismini ham yechib olamiz. Yechib olganimizdan keyin granatdan chiqadi. Shunaqa lenta xomatdan olamiz. Ko'rsatilgan holatda 2 dona kesib olamiz. Bir donasini teva qismiga qo'yib 10 torli boltini qatirib olamiz. Qatirib olganimizdan keyin pastki tomoniga ham xuddi shunday qo'yib turib qatirib olamiz. Qatirib olganimizdan keyin bitta tekshirib qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, ovoz yo'q. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ysalaring xursandmiz. Joyinglar sog' bo'lsin.